Assalamualaikum hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Döndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti Şərq Türkistan xalqıga vakalatan Azərbaycan Cumhuriyeti, Azərbaycan xalqının müstəqilliğinin 30 illigini təbrikləydi. Şunun bilan bir vaqtda müstəqilliğinin əbədil əbəd günləb yaşanışını ümid qıldı. Türkiye Zafer Partisi'nin başlığı Ümit Özdağ, Afganistan'ın Kunduz şəhərindəki Şia məscidiga hücum qılğan adam bombanın İdlib'dən gələn İraq Şam dövləti terrorluq təşkilatındakı bir Uyğur ikənligini, İstanbul'dakı rayonagama bir Uyğurning hücum qılıb 36 nəfər kişinin, Gaziantep'dəki bir yazığa bastırıb kirib 55 nəfər kişinin, Ankara'dakı bir bekatda yüz bergen qatliamda 115 nəfər kişinin hayatıdan ayrılışını keltirib çıxarğanlığını, ularning O'rta Sharqdagi terrorluq tashkiloti Iroq Sham Islom davlati tashkilotiga mansub ekanligini, Turkiyada bunday ishlarning bo'lishini xohlamaydiganligini, Turk xalqining xotirjam hayotini davomlashtirishini umid qilganligini aytib, vaqtli qo'g'dilgan insonlarga vatandoshlik berishga bo'lmaydiganligini, buning qonunga xilof bir harakat ekanligini, ularni insoniy shartlar ostida vatanlariga avatib etish lozimligini aytib, amaliyotni tekshirmay mag'dur, mazlum, günahsız Uygurlardan qattiq endişelengen Baş Ministerimiz Salih Xudoyor Efendi bununla dal vaqtida radiya berib, hörmətli Ümit Aqtaq Efendi, sizni hörmətləgən bir Şərq Türkistanlıq buluş sübutimiz bilan fikirləriniz, düşüncəniz, düşündürüşlərinizdən qattiq pərişan bolduq. Raynaga hücum qılğan unsurning Uyğur emasligi aniqlangan. Afg'onistondagi Iroq Sham Islom davlati terrorchisining Uyğur emasligi tunigun aniqlandi. Gerçi Xitoy ve onun ittifaqdoshlari tarafidan kontrol qilingan bir qism islomcha Uyg'urlar bo'lsa-mu, shuni bilishingiz kerakki, hech qanday Uyg'ur Türk millatiga ziyon yetkazmaydi. Uyg'urlar Türklarni qarindosh biladi. Xitoyning qiltiqiga tushib, bizni umidsizlantirmang. Biz Türk millatining, Turkiyaning o'zgacha Türk kimligida ching turish haq-huquqini qo'llaymiz. Chekidan oshgan islomlash va arablashishga qarshi turamiz. Qandaqla bo'lmasin, biz Turkiyani o'zining irqidagi Uyg'urlarni qo'llashga va Uyg'urlarni Suriyaliklar yoki boshqa arablar bilan o'xshash o'ringa qo'ymaslikka chaqiramiz dedi. Xitoyning inson haqlari dafsanchiligini ayiblaydigan, qo'lida Tibet bayrog'i va irqiy qirg'inchilik o'yinlarining elib berilishiga qarshi turamiz degan xat yozilgan pankartni ko'targan 3 faoliyatchi dushanba kuni 2022 yillik Beijing qishloq olimpik tantariya musobaqasining mash'al murosimining arxeologik o'rni, ya'ni Rusiyaning janubidagi olimpik tantariya musobaqasining borliqqa kelgan yerga o'g'irliqcha kirib, murosim elib berilayotgan soqchilarning nazorati ostidagi Hira butxonasiga ulashdi va soqchi tarafidan urilib yerga yiqilgandan keyin qo'lga olindi. Yana biri Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan ahvolda Beijingning olimpik tantariya musobaqasi elib berishiga qanday ruxsat qilindi deb so'radi. Xalqaro olimpik komitetining raisi Tomas Bach qadimgi olimpik tantariya sarayida qilgan so'zida zamonaviy tanarkat musobaqasining cho'qim siyosiy betaraf sifatida hurmat qilinishi kerakligini ta'kidladi. Tibet inson haqlari faoliyatchilari axborot e'lon qilib, Xitoyning o'zining kishilik huquq dafsanchiligini olimpik tantariya musobaqasi elib kelgan shon-sharaf orqali yo'yishga urinayotganligini aytdi. Rossiya davlatlik olimpik komiteti fikr erkinligiga hurmat qilganligini, bu an'anaviy madaniyat faoliyatini boshqa maqsadda ishlatishni maqsad qilishning kishini bezor qilganligini aytdi. Beijing qish va yozlik olimpik tantariya musobaqasini o'tkazgan tunji shahar bo'lib qoladi. Beijing tashkiliy hay'atining muavin raisi Yu Zaichang tartiblik, bexatar, isil tantariya musobaqasini dunyoga sunilganligini aytib, dunyo jamoatining ko'nglini o'tishga tirishdi. Olimpik mash'ali Afinaga ilib berilib, seshanba kuni 1896-yil tunji zamonaviy olimpik tantariya musobaqasi o'tkazilgan tantariya sarayida Beijing tashkilotchilariga topshirildi. Beijing qishloq tanarkat musobaqasi 2022 yili 2-oyning 4-kunidan 20-kunigacha davomlashadi. Xitoy cho'ng quruqliqidagi tomoshabinlarning qatnashishiga ruxsat qilindi. Barliq qatnashchilarga vaksina emlandi yoki 21 kun karantin qilindi. Amerika ovozi Taliban bayonotchisi Suhayl Shayinni ziyorat qilib, Afg'onistonning Kunduzdagi Shia masjidiga qilgan terrorlik hujumida o'zini portlatgan kishining Uyg'ur ekanligini, Xitoyning buningga qarta Talibanlar bilan nimalarni deyishganligini, nimadan andisha qilganligini aytmaganligini so'raganda,
Taliban bayonotchisi bu masalada hech bir davlat bilan so'zlashmaganligini, Daesh ya'ni Iroq Sham islom davlati jangchilarining hammasining Afg'on ekanligini, ularning orasida chet elliklarning yo'qligini aytdi. Xitoy virusi tarqalgan dastlabki vaqtlarda kasalning tarqalishchan emasligini aytib, keyin insonning beshini aylantiradigan aniqlanmalarni orqa-orqadan o'ttirib qo'yishni davomlashtirgan Efiopiyada bir necha yil ministerlik vazifasini o'tagandan keyin Dunyo sog'liqlik tashkilotining ministri bo'lgan Tedros Adhanom Ghebreyesusning o'tmishda inson qochirish va boshqa nurg'ulg'an jinoyatlarning borligi o'ttirg'a chiqdi. Tedros dastlabda biologiya kasbini o'qigan, keyin yuqumli kasalliklarning oldini olish kasbida magistrlik va xalq sog'lomligi kasbida doktorlik unvoniga erishgan. Meditsina kasbi bo'yicha biror unvoni va yer shari sog'lomlik boshqarish tajribasi bo'lmagan Tedros qanday qilib 2017-yili Dunyo sog'liqlik tashkilotining ministri bo'lib qolgan. 1974-yili Efiopiyada cho'ng bir ichki urush portlagan. Bu ichki urushni portlatganlar faşizmga qarshi kommunist ideologiyasidagi terrorchi guruh Tigray xalq qurilishi atirdi bo'lib, Tedros bu guruhning asosli boshlamchisi edi. Qisqartuvisi TPLF bo'lgan bu guruh poraxo'rlik, jinoyat, zulm, qonunsiz nazarband, tuproq egallash, insonlarning haq-huquqiga tajovuz qilish qatorliq qonunsiz qilmishlarning javobgori. Yer shari terrorlik sonliq ma'lumot ombiri tarafidan 3-darajadagi terrorlik tashkiloti deb qora tizimlikka ilingan. Bu tashkilotning rahbari keyin davlatning hokimiyatini qo'lga tushirgan diktator Meles Zenawining eng yaqini bo'lgan Tedros 2005-yildan 2012-yilgacha davlatning sog'liqlik ministri, 2012-yildan 2016-yilgacha davlatning tashqi ishlar ministri vazifasini ustiga olgan. U normal bir tashqi ishlar ministri emas edi. Balki Meles Zenawining o'ng qo'li bo'lish bilan TPLFning terrorlik yurgizish odatini davomlashtirgan. Uning jinoyatlaridan biri inson qochirish bo'lib, u konni bir o'qituvchi siyosatchining Sana xalqaro aerodromidan qochirilishini planlab natija qozongan. Tedros Sana xalqaro aerodromining Efiopiyaning o'qituvchi siyosatchilarini bayqash va Efiopiyaga qaytarib kelish uchun qo'llanilishini, ya'ni Yamanning Sana aerodromining inson qochirish faoliyati bilan shug'ullanishini umid qilgan. U nishonlagan o'qituvchilar tizimida Indilgachi Tisagi ismli bir ingliz vatandasi bo'lib, hay'at boshlig'i bo'lish sifati bilan Tedros uni qochirish to'g'risida Yamanning Jumhur raisi Mansur Hadi bilan so'zlashgan va kelishim tuzgan. Bir ay o'tgandan keyin 2014-yili 22-iyun yakshanba kuni Indilgachi Tisagi Sana aerodromida 6 kishidan tarkib topgan Efiopiya istixborot xodimlari guruhi tomonidan qochirilgan. Tedros qochirishning o'ngishli bo'lishi uchun Yaman amonlik boshqarish xodimlariga $9 million yaqin pora bergan. Oilasi va xalqaro jamoatning izchil surishti qilishi natijasida Tisagi 2018-yili 4 yillik turma hayotini oxirlashtirib, oilasi bilan jam bo'lgan. Bunun sirtida Tedros 2005-yildan 2012-yilgacha sog'liqlik ministrlik vazifasini o'tash jarayonida Efiopiyada 3 qatim kolera yuqumli kasali tarqalgan. Kasalning oldi ilinmagan. Her qatimda necha yuz inson hayotidan ayrilgan. Tedros buni ich surib deb yo'yilgan. Amerikalik bir necha doktor Tedrosga maktub yozib, Efiopiyaning diktatorlarini yerga qaratmaslik uchun o'limga yo'l ochadigan bir kasalni qaraydi deb aytgan. Tedrosning qatliamlar bilan shug'ullangan terrorlik tashkiloti a'zosidan qonunsiz yo'llar bilan o'qituvchi siyosatchini qochirish, Afrika diktatorlarini yerga qaratmaslik uchun yuqumli kasalni yushirishchi bo'lgan o'tmishdagi bu qabih jinoyat hikoyalab turib, qandaqsiga Dunyo sog'liqlik tashkilotining ministri bo'lib qolgan. Tedrosni Dunyo sog'liqlik tashkilotining ministri qilish uchun Xitoy eng ko'p kuch chiqargan. Xitoy bilan zo'r miqdorda mablag' sherikchiligidagi Markaziy Amerikada bo'lgan Mercury Firecrest shirkati Tedrosning o'tmishdagi jinoyatlarini yo'g'ib, voqeaning o'lishini azaytishdan minglarcha klinik insho qilishgacha nurg'un tuhfatlari bo'lgan bir qilib ko'rsatgan. Dunyo sog'liqlik ministri vazifasiga tayinlanib bir necha oydan keyin inson haqlari dafsanchiligi bilan nom qozongan sobiq Zimbabve diktatori Robert Mugabening Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yaxshi niyat elchisi bo'lish uchun kuch chiqargan. Xalqaro qarshilik natijasida orqaga yongan bo'lsa-mu, uning qorong'u tarixi, Xitoyning uning hozirgi mansabga erishishiga qo'shgan tuhfasi, Tedrosning Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashida o'rin olishiga, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarata ko'z yumganligiga, insoniyatning qorong'u kelajagiga qanday qo'l selishiga aloqador shubhalarni ko'ngillarga soldi.
Mustaqil bir dövleti bo'lmagan millat naqadar boyliq va huzur ichida yashasimi xizmatkor o'rnida ko'riladi. Xo'jayin bo'lolmaydi. Bir kollektiv, yakka bir shaxsning g'ayrati bilan bir qadammo olg'a ilgarilayolmaydi. Umumiy qutulish umumiy g'ayratni talab qiladi. Bir millat, bir mamlakat uchun qutulish, asanlik va muvaffaqiyat orzu qilsak, buni bir shaxsdan hech bir vaqt talab qilmasligimiz lozim. Turlik muvaffaqiyat sirining, quvvatining, qudratining haqiqiy manbasi millatning o'zi ekanligiga ishonchim komil deydi Mustafa Kemal Atatürk. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.